Assalamu alaikum hurmatly bizning kanalning ko'rarmandari. Sizlar bilan biz yangi sabaqlarimizni ulaymiz. Takallum kitobidan bugun sizlar bilan o'ta turgan yangi temamiz bu fikratun jayyida degan temaning so'zliklari. Fikratun jayyida degani bu mixti fikr, son fikr deb o'tganmiz. Al mufradat degani bu yangi so'zliklar. Emi so'zliklar bilan tanishib chiqamiz. Unzur vastami va karrir. O'q jana, qara jana, o'q jana qaytala. Jamiatun üniversitet, kulliyatun fakultet, biddabt degani bunday aytganda aniq, точно deymiz ku. O'shanday ma'noda qo'llaniladi. Taqriban bu примерно degani. Taqriban примерно. Jayyid maqti sonun. Sayyi jaman degan ma'noda qo'llaniladi. اللغة العربية Arap dili, اللغة الإنجليزية İngiliz dili, الفقه fıkh ilimi, bilasizlar adalarımda öğretken, tura mesle öğretken, التجويد bul tamalar tura taqtani aytishni öğretken ilim bul, fonetika deb aytib qo'yamiz. التفسير bul Qur'onda chechmilagan ilim, الحديث payg'ambar o'zining so'zlarin, qilgan hareketlerin özü turalı bizge jetken xabarlarni hadis ilimi o'qitat. Ilmun nafs psixologiya ilimi, at-tarix tarix ilimi, al-jug'rofiya geografiya ilimi, utlatun degan so'z bu kanikul degan so'z. Yemi yetishtirib o'tdik. Yavunnu degani o'ylaydi degani. Yufakkiru degan fikr qiladi, o'y yugurtadi degan ma'no beradi. Yabda'u boshlaydi degani. Yantahi degan bütöt degani. Yadrusu degani bo'lsa o'qiydi degani. Yazunnunun fe'l modisi zanna o'tgan chog'i. Yufakkirunuku fakkara. Alami yabda'unuku bada'a. Bada'a. Yantahinuku intaha o'tgan chog'i. Alami yadrusunuku darasa. Buyursa emnege bularning o'tgan chog'i turdicha bo'ldi desangizlar, anda ne bizning sarf sabaqlarimizni ne qilib kuzatib boringizlar. O'shol yerdan biz ne qilamiz? Yengiri tushuntiramiz, xudo xolasa. Emi mufradatun idofiya qo'shimcha so'zlar. Qo'shimcha so'zlar. Darsun bu savoq degani, muhadaratun degani leksiya degani. Darsun savoq, muhadaratun leksiya. Ra'yun fikir, fikratun fikir, oy fikir degan ma'no beradi. Maddatun bu predmet, maktablarda o'qib turgan predmetlarimiz, o'qila turgan predmetlar maddatun deydi. Ya'ni bunday dile predmet maddatun deb aytishadi. Misol uchun biz qo'limiz bilan qaramay turgan predmetlar dile madda deb aytishadi. Anan ko'p turib mavaddun bo'ladi. Mavaddun bo'ladi. Keyingisi ma'luma. Bu ma'lumot degani. Ma'lumot degani. Anan ma'lumat degani bu ne? Ma'lumotlar degani. Mana shunday bugun sizlar bilan o'ta turgan savog'imiz ushul yangi so'zlik. Buni jattab keyingi dialogga tayyor bo'lingizlar. Alloh berekasini bergan bo'lsin.